Assalomu alaykum, Ortiqjon Jo'rayev kanalining a'zolari. Bu ikkinchi YouTube kanalimiz. Ko'pchilik obunachilarimiz so'raganida ikkinchi kanalimizni topolmayapmiz degan akalar uchun mana shu Ortiqjon Jo'rayev TV degan YouTube kanalimiz. Bu yerda ham texnikalarning eng zo'rlari bo'ladi. O'zingizga keraklisini topib, sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. O'zingizni ham sotiladigan texnika agregatlaringiz bo'lsa, balanda telefon raqamlarimiz bor. Telegram ishlab o'tiribdi. Bitta like bosib, kommentariyani yozib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosish esingizdan chiqmasin. Eng yangi chiqqan texnikalardan, eng birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu kanalimizda prosta rasmlari, videolari, narxlari bo'ladi. Qisqacha tez va aniq ko'rib, sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. To'liq ma'lumotini eshitmoqchi bo'lsangiz, birinchi YouTube kanalimizga o'tasiz. Qolgan bitta texnikamizni, ma'lumotlarni, to'liq darni, adreslarini qoldiramiz. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, videoni boshidagi raqamga telefon qilasizlar. Telegram ishlab o'tiribdi. Kruglosutga traktor agregat texnikalaringizni tez sotishga yordam beramiz. 2-3 YouTube kanalimiz bor. Hamma joyga bang'alatib chotki qilib beramiz. Qilgan videolarimiz yoqadigan bo'lsa, arzimagan like deb bang'alatinglar, sizdan hech nima ketmaydi. Sizga kerakli texnikalar videoni oxirigacha ko'ring, обязательно hammasidan topasiz. Qani ketdik, bo'lmasa o'zingizning orzungizdagi texnikani qidirib toping. O'zingizda texnikalaringiz bo'lsa, tashlang, biz o'zimiz bu yog'ini bang'alatamiz. Kasilkamiz Xorazm ketyapti. Xorazm Shovut. Mana kasilkamiz ana. Rometan ketyapti tog'amizga. Mana bularni ko'riblar. Sog'o, rometanliklarga endi sog'-salomat yetkazib berasiz olmaydi-da. Mana bu jarayonlari. Bular bu yuklar. Xorazm yangi ariqqa ketdi ham kasilkamiz ana. Ana bu kasilkamiz Samarqand ketdi. 5 4 bilan 1 to'rtalik kasilkani ishlab oldik. 1 to'rtalik kasilkani ishlab oldik. 5 4 traktor. Hozir ko'tarish jarayonlarini qo'yamiz. Traktorimiz. Onlar yangi, qora motor. 788, 988 chiqqan. Dokumentlari zo'r, qora motor. Bunlar ham zo'r ishlaydi. Navigasiya. Ichkari. Ichkari ham bor. Uni daragat bilan o'tmoqchimiz. Pulk. Pulkimiz. Yig'malarni. Ichkari ham yangi hammasi zo'r. Pulk motorimiz. 60 dan 90 gacha suriladi. 76 90. Hamma narsasi zo'r. Ideal. Xudo soladigan setkalargacha bor. Mana motorlar to'shlangan. Ular ochamiz. Bu ham 76 dan 90 gacha bemalol surilib ichiladi. Mana bu chiziladi. Oldinga qayma ishlardan rossiyskiy. Mana suvchilargacha bor. Mana gidravlika. Mana bu serkamiz. 76 sevgi. Bu ham qo'yadi ideal. Zo'r. Bosh mas'ul Makkaga. Yig'ingoq muhot mana sekadi. Mana sekadi. Yig'ingoqlargacha. Yig'ingoqlargacha bor. Oxirgi suv qo'yamiz. Makkalargacha bor hammasi shular. Endi mana mas'ul chiqadigan o'lchaymiz. Ma'lumotlarni ayting. Asol chiqaradi, muhot chiqaradi, bosh chiqaradi. O'zingizga o'rtasini donni qoplab beraveradi. Hammasi ideal. Ayyor naqad ishlatgan holatda. Mana bu ikkinchi sevgamiz. 90lik. 90 gacha so'raladigan. 80 90 ga tushadi. Bu ham qanday bo'ladi boyagiga ko'ra. Manalari. O'sha chiqargan. Yangi. O'chadi. Yangi agregatimiz Persep. Persep ham nihoyat ideal. Balonlari ham zo'r. Mana hammasi hech qanaqa ish yo'q. Ramalari butun. Bironta yoriq nosi yo'q. Zavoddan qanday chiqqan bo'lsa, shunday turibdi. Balonlari ham zo'r. Zetkasi yo'q faqat. Dokument. Hamma dokumenti bor. Hamma agregat dokumentlari joyida. Traktorimizda oldingi periodoga.
Perdoga ham qo'shilib beriladi traktorda. Hozir to'g'ri, hozir shunday bo'ladi. Gidravlika rollari ham. Silinderlargacha bor, hammasi bor. Bu ham qo'shib beriladi. Mana. Suratlarga belarus yasagan. 5 ta barini taqiladi. Ular molasi bilan otavachi. Kartoshka. 80. Mana shu traktor sotiladi. Komplet. Hamma joyi ishlaydi. Nahar traktor. Elektrikasi, pulgi, mana bu chizmalar o'zida turibdi. Hammasiga tushadi. 70, 60, 80, 90 hammasiga tushadi.